Assalomu alaykum hurmatli ustozlar va o'quvchilar. Bugun sizlar bilan birgalikda apelsin tarkibidagi C vitaminini yod yordamida aniqlaymiz. Biz bilamiz, C vitamini organizm uchun eng kerakli bo'lgan vitaminlardan biri hisoblanadi. Ya'ni u bizning organizmimizga turli mahsulotlar yordamida kiradi. Masalan, aytadigan bo'lsak, ularga apelsin, kivi, pomidor, qizil qalampir kabi o'simliklar orqali kirishi mumkin. C vitamini suvda eriydigan vitamin bo'lib hisoblanadi. Agar bizning organizmimizga C vitamini yetishmasa, singak kasalligi paydo bo'ladi. Unga qo'shimcha tishlarning miliklari ham qonashi mumkin. Endi tajribamizga qaytadigan bo'lsak, ishning maqsadi apelsin tarkibidagi C vitaminini iodometrik, ya'ni yod yordamida aniqlaymiz. Buning uchun bizlarga avvalo laboratoriya uchun kerak bo'ladigan, asosan qo'llanilishi shart bo'lgan qo'lqoplar. Mana qo'lqoplarimizni ham kiyib oldik. Endi bizga kerakli bo'ladigan narsalar: apelsin bo'lagi, tomizgichlar, ya'ni pipetkalar va bizga kraxmal eritmasi kerak bo'ladi. Undan keyin bizlarga stakanlar va 70% yod eritmasi kerak bo'ladi. Aytib o'tishim kerak, bu kraxmaldan eritma tayyorladik. Kraxmal va suv eritmasi bu kraxmal eritmasini foyda qiladi. Dastlab biz apelsindan sharbatni ajratib olamiz. Ko'rib turganingizdek, bizda C vitamini bor bo'lgan sharbat paydo bo'ldi. Endi biz bilamiz, kraxmalga agar yod tomizadigan bo'lsak, uning rangi ko'k rangga kiradi. Qani ko'ramiz. Kraxmal eritmasiga yoddan 1-2 tomchi tomizib ko'ramiz. Uning rangi ko'k rangga o'zgarishi kerak. Ko'rib turganingizdek, tomizganimizdan keyin kraxmalning rangi ko'k rangga kirdi. Biz bilamiz, kartoshkani tarkibida kraxmal ko'p va unga yod tomizadigan bo'lsak, uning ham rangi ko'k rangga kirar edi. Endi albatta yodni og'zini yopib qo'yamiz. Undan keyin bizda bu 10 ml bo'lishi kerak. Ko'rib turganingizdek, 10 ml apelsin sharbatidan oldik. Endi bunga boyagi kraxmal va yod kompleksiga apelsinni quyamiz, apelsin sharbatini quyamiz. Ko'rib turganingizdek, buning rangi o'zgardi va bu ozgina vaqt o'tgandan keyin rangi boyagi apelsin sharbati rangiga qaytadi. Nima sababdan? Chunki apelsin tarkibidagi C vitamini yodni qaytaradi, ya'ni kraxmal ajralib qoladi. Boyagi ko'k rangdan yana sariq rangga qaytyapti. Bu degani, bu apelsinimiz tarkibida C vitamini bor degani. Shunday qilib, bizning laboratoriya ishimiz tugadi. Yana savollar bo'lsa, kommentda yozib qoldirishingiz mumkin.